Mana katlavanimizga ham ko'priklarni xudo xolasa tortib oldik latogimizga. Xudo xolasa ana hozir yurib o'tib ketamiz. Xudo xolasa zo'r chiqdi. Bu yoqdan kelib bu yoqqa ketadi, mana bunday aylanib va ko'llarga tashaveradi. Yana 750 metrga ketadi. Bu yergacha kelguncha 650 metr bo'ldi, xudo xolasa. Shunaqa zakarlar ustidan o'tish kerak bo'lsa, mana tayyor proyekt. O'zlaring qilsalar ham bo'laveradi ana shunday qilib. Xudo xolasa. Bemalol 4,5 metr balandlikka ko'tarilgan. Zakan, ikkita zakan kelgan. O'rtasiga ham bitta afirma qo'yganmiz. Tomonga keldik mana. Latogimiz xolasa cho'tga chiqyapti. Kimgaki shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, fermer akalarimizga, baliq akalarimizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tez va sifatli qilib bitirib beramiz inshaalloh. Mana shu yerga o'tgunga cho'r. Mana shu firmalarga 10 million so'm pul ketdi. 35 metr joyga. 10 million so'm pul ketdi. Materiallarning o'ziga, xizmatidan tashqari. Bu latogimiz 42 ga 42. Tagi ham 42, kilovolti ham 42. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Asli. Bitta sarg'achqich qiladi. 230 bo'ladi. Qalinligi ana shu cho'tki qalinlikda. Qalinligi 2,5 bo'ladi qalinligi.